Ko'krak bezi saratonini davolash bo'yicha katta tajribaga ega xitoylik shifokor Di Liu bu kasallik dunyo miqyosida keng tarqalib borayotganini aytarkan, uni oldini olishda skrining tekshiruvlarining o'rni beqiyos ekanini aytadi. O'zbekistonda bu borada yaxshi tajriba shakllangan. Davlatingiz tomonidan bachadon bo'yni va ko'krak bezi saratonini nazorat qilish dasturi ishlab chiqilganidan xabarim bor va bu juda muhim tashabbus. Chunki bugun dunyo bo'ylab ko'krak saratoniga chalinish holatlari yuqori darajada. Uning oldini olishning eng samarali usuli ham skrining tekshiruvidir. Bugun O'zbekiston-Xitoy qo'shma tibbiy skrining dasturi doirasida Buxorodamiz va 2 kunki ayollar orasida tashkil etilgan tibbiy ko'rikda ishtirok etib, o'z tajribalarimizni o'rtoqlashyapmiz. Tashkil etilgan tibbiy ko'rikda asosan saraton tashxisi qo'yilmagan 35 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan sog'lom ayollar qamrab olindi. Maqsad kasallikni erta bosqichda aniqlash va oldini olishdan iborat. Tadbirda 100 dan ortiq bemorlar ko'rildi. Ularga qo'shimcha ultratovush tekshiruvi hamda o'sha kasallikka gumon aniqlangan bemorlar orasida tripanbiopsiya, ya'ni o'sha o'smadan qo'shimcha analiz uchun, gistologiya uchun to'xma olib laboratoriyaga topshirildi. Davlatimiz rahbarining ayollar orasida onkologik kasalliklarni nazorat qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan mazkur yo'nalishda bir necha yilki ish olib borilmoqda. O'z navbatida Xitoy delegatsiyasi ham O'zbekiston tajribasini o'rganib, o'z tajribalarini ham o'rtoqlashmoqda. Ushbu tadbir prezidentimizning tashabbuslari bilan Buxoro viloyatida 5 yildan beri olib borilmoqda. Xitoy davlatida mama screening tadbirlari 2024-yildan boshlangan ekan. 2 yillik bu tajriba almashuv desak ham bo'ladi. Nima uchunki biz ham ulardan yangi usullarni o'rgandik. Ular ham biz tomonidan olib borilayotgan ishlar bilan tanishishdi va juda ham xursand bo'lishdi. Bunday xalqaro hamkorlik yurtimizda ayollar orasida onkologik kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolash tizimini takomillashtirish, skrining jarayonlarini samarali tashkil etish, zamonaviy skrining usullarini amaliyotga keng joriy etish, ushbu yo'nalishlarda olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtirish hamda mutaxassislarning bilimlarini oshirish va ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.